قۇرئان كۆزنىكىدىن ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا نەزەر. ئاپتورى يۇلغۇن. Aql va insonlik tajribasi bizni suv kelishdan burun to'g'on silishga buyuriydi. O'zimiz mansub bo'lgan islom dinining dasturi Qur'oni Karimmo avval tadbir, ondan Allohga tayanishga buyuradigan bo'lib, qanday sharoitda qanday harakat qilish haqida ko'rsatma berdi. Qur'oni Karimda payg'ambarlarning va qavmlarning qissalari bayon qilinish orqali kishilarga yo'l ko'rsatdi va ko'pincha biror masalaning chorasi ko'rsatilgandan keyin aql ishiltadigan qavm uchun yoki biladigan qavm uchun va yoki tafakkur qiladigan qavm uchun biz oyatlarimizni mushundoq bayon qilamiz deyiladi. Qur'onda bir mamlakatga irqiy qirg'inchilik elib borgan Fir'avn va Musa alayhissalom haqidagi qissalar muayyan salmoqni egallaydi. Bani İsrail qissalarini cho'ng jihatdan Musa alayhissalomning Fir'avnga qarshi ko'rishi va Fir'avn zulmidan qutulgandan keyin yo'ldan chiqqan qavmiga qarshi ko'rishidan iborat ikki turga ayirish mumkin. Musa alayhissalom va Fir'avn o'rtasidagi kurash Makka davrida nozil bo'lgan suralar ichidan o'rin oladi. Masalan, G'afir surasi 26-oyatda Fir'avnning Hazrati Musoni qavmini dindan chiqarib etish va ziminda, ya'ni Misrda buzuqchilik, bo'lgunchilik paydo qilish bilan ayblab, uni o'ltirmoqchi bo'lganligi tilga ilinadi. Bu sura nozil bo'lgan vaqt dal Muhammad alayhissalom qavmi tarafidan kishilarni dindan chiqarib etish, jamiyatda bo'linish paydo qilish bilan ayblangan mazgil bo'lib, bu xil ayblanishlar, tahdidlarga ilgari haq yo'l da'vochilarining duch kelganligi tilga ilinib, bu yo'ldagi qiyinchiliklar bayon qilingan. Uningdan boshqa yana Yunus surasi 87-oyat kishining diqqatini tortadi. Oyatda mundaq deyilgan: Biz Musa bilan uning qarindishiga qavminglar uchun Misrda uylar yasanglar. Uylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar, namoz o'qinglar, mu'minlarga, ya'ni dushmanlari ustidan g'alaba qiladiganligi bilan xush xabar beringlar deb va'yi qildik. Oyatdagi uylaringlarni namozga qilinglar jumlasi Fir'avnning Musa alayhissalom va agashkuchilarni bo'lgunchilik qilish bilan ayblashiga birlashtirib tushungan vaqtda Fir'avndan iborat qonxo'rga Hazrati Musa va agashkuchilarni bostirish uchun bahona tepib bermaslik nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Bu oyatning tafsiri haqida farqli qarashlar mavjud bo'lib, Ibn Kasirda Bani İsrailning Fir'avndan qo'rqqanligi uchun ularga uyda namoz qilishga buyurganligi haqidagi qarashlarni bayon qilingan. Mazkur oyatmo Makka davrida tushgan sura ichida o'rin olgan bo'lib, bu davr dal Muhammad alayhissalom va uning agashkuchilarining o'z qavmi qarindoshlarining shiddatlik zulmiga uchragan mazgillar edi. Bu davrga nazar tashlaydigan bo'lsak, Muhammad alayhissalom va mu'minlar uchun uylarining namozga bo'lganligini ko'ramiz. Hijratdan keyin mu'minlar Madinada belgilik son va kuchga ega bo'lgan bo'lib, mana bu davrda masjidlar insho qilingan. Oshkor yo'sinda azon aytilib, namozga da'vat qilingan edi. Ya'ni o'ziga tava vatanda o'zi bag, o'zi xon bo'lish har kishiga yarashadi. Vaziyatni mo'ljarlay olmaslik, uning qayerda, qanday sharoitda turayotganligini anqirib, tadbir ololmaslikning dardini Uyg'urlar ig'ir tortib kelmoqda. Xitoy hukumatı har doim xalqaro iqimdan foydalanib, Uyg'urlarni ustalik bilan bostirib kelyapti. Xitoy hukumatining internet muhitini ichib etishi natijasida Uyg'urlarning 2010-yildan keyingi diniy targ'ibotlarda islomiy jihodlik kuchlik va ochiq oshkora targ'ib qilinib, Uyg'urlarning diniy asabiylikda butunlay qorilanishida muhim rol o'ynadi. Xitoyning tadrijiy holda Uyg'ur qarshilik ko'rsatishini islomiy jihodlikqa, xalqaro terrorizm tashkilotlarga, masalan, Al-Qoida, Taliban va boshqa bog'lab, butkul Uyg'ur qarshilik harakatini emas, balki vatandagi barliq Uyg'urlarni terrorizm bilan qarlash maqsadiga yetdi.
Мәсәлән, Türkiye Cumhuriyeti gezitining 2015 yılı 5 avgustdagi xabarda mundaq deyilgan. Hong Kongdagi Janubiy Xitoy sari gezitida bildirilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi muavin ministri Chin Goping Amerika terrorizmga qarshi kurash markazi koordinatori Tina Kitnan bilan ko'rishgan bo'lib, ko'rishda u Sharq Turkiston islomiy harakatining Uyg'urlarni Suriya va Iroqda jihad g'oyasi bilan tarbiyalayotganligini ilgari surgan hamda radikal islomchi terrorlik xavfining kunsiri ig'irlashayotganligini, Sharq Turkiston islomiy harakatiga o'xshash tashkilotlarning Xitoy, Amerika va dunyoga jiddiy tahdid elib kelayotganligini ta'kidlagan va Sharq Turkistonlik terrorchilarga qarshi kurashda o'zlariga yordam qilishni talab qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 4 avgustda Amerika hukumati bilan terrorizmga qarshi kurashda istixborot almashtirishni kuchaytirish va zo'ravon oshqunlarga qarshi kurashda hamkorlashish jihatda kelishim hosil qilganligini e'lon qilgan. Xitoyda 2 kunlik rasmiy ziyoratda bo'lgan Turkiya Cumhur raisi Erdo'g'anmi Sharq Turkiston islomiy harakatini terrorchi tashkilot deb qaraydiganligini e'lon qilgan edi. Xitoy xalqarodagi ba'zi davlatlarning qo'llashini qo'lga keltirgandan keyin burundan tortib har xil nomlarda Uyg'urlarga qaratgan tar doiralik qirg'inchilik harakatini 2017 yildan boshlab ko'lamlashtirib, ochiq oshkor holda elib berishga boshladi. Xalqaroning Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni to'nib yetishi undaq osonga to'xtamadi. Chet eldagi Uyg'urlarning 2018 yildan buyon elib borgan har turlik tashviqot, guvohlik berish va lobbichilik harakatlari tarixdagi yuqori saviyaga ko'tarildi. Bu tirishchanliklarning natijasi 2019 yildan tatib ko'rilishga boshlab, G'arb ellari kishilik huquq dafsandichiligi, majburiy emgak silish, irqiy qirg'inchilik jinoyati nuqtasidan Xitoyni qismoqqa elib, Uyg'urlarga qartilgan Xitoy zulmini to'xtatishga harakat qiladigan vaziyat shakllandi. G'arb ellardagi hukumatlarning va siyosatchilarning pozitsiyasi xalqaro dangliq markalardan ba'zilari orqa-marqa Xitoy shirkatlari bilan hamkorlashmaydiganligini e'lon qilishga turtki bo'ldi. Bu sababdan Xitoy tovarlarining Amerika va Yevropa bozorlariga kirishi cheklamaga uchrab, Xitoy iqtisodiy jihatdan cho'ng ziyonga uchramoqda. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi G'arb ellarida ko'tarilgan ayblashlar Amerika, Kanada va Gollandiya hukumati va parlamentida rasmiy holda irqiy qirg'inchilik deb atalishi Xitoy hukumatini sarosimaga selishga boshladi. Xitoy hukumati o'ziga yuzlangan bu to'lqinni ta'tirsiga o'rib, o'ziga foydali vaziyat yaratish uchun yanada koni taktikasini ishga solib, G'arb engida salbiy ta'sirga ega islom xalifaligi kuzurini ishga solishga boshladi. Bu sababdan Xitoy hukumati Uyg'urlarni qorlash va o'zining qilmishini oqlash uchun g'oyat zo'r tashviqot qo'shini tashkillab, aktiv hujumga o'tishga boshlaganligi hammamizga ma'lum. Xitoyning Uyg'urlarni qorlash tashviqotiga diqqat qilsak, Uyg'urlar 3 xil kuch, ya'ni radikallik, oshqunlik va bo'lgunchilik bilan ayblangan bo'lib, bu hujjatlik filmda Urumchi shaharlik birlik saf bo'limining boshlig'i, siyosiy qonun komitetining muavin boshlig'i Shirzod Baudunga islom xalifaligi qurish jinoyati ortilgan. Uyg'ur sarxillaridan Yalqi Ro'zi va Voyitjon Osmonning mazkur xalifalik qurish uchun ideviy asos yaratish, tayanch kuchlarni yetishtirib chiqish uchun o'qishliq tuzib berganligi, Sattar Savut, Olimjon Mamtimin, Tayir Nasir, Abdurazaq Soyim qatorliq ziyolilarning parda orqasida turib planlaganligi jinoyatlar iqror orqali isbotlab berilgan. Xitoy hukumati ilgari doktor Xalmurat G'opirnimi xalifalik qurish jinoyati bilan qarlab, hujjatlik film ishlagan edi. Xitoyning ta'tir tashviqotiga qurbon bo'lib ketmaslik, G'arbning qo'llashidan ayrilib, yetim qilishdan saqlanish, vatanda Xitoy jallotlarining inson qalbidan chiqqan zulm ostida jon talchiyotgan qarindoshlarimizni qutqizish uchun harakat qilish
chet eldagi Uyg'urlarning zimmasiga ig'ir mas'uliyat ortmoqda. Dushman kuchlik, biz ojiz. Bu sababdan atqan har mushtimizni, basqan har qadamimizni salmoqlik bilan etishimizga, besishimizga to'g'ri keladi. Atila beliki kuchlik birni yengar, bilimi kuchlik mingni deb bekor aytmagan. Bugun Xitoydan iborat yalmavizga taqobil turishdagi yagona qurolimiz Allohning bizga baxsh etgan aql ne'mati bo'lib, uningdan faol foydalanishni vaziyat taqozo qilmoqda. Islom dini mu'minga sharoitga mos holda farqli chiqish yo'lini ko'rsatadigan bo'lib, uni chiqmas xalta ko'chaga boshlamaydi. Qatmal qoida, prinsiplar ichida insonni bo'g'ib tashlamaydi. Chunki bu dinning egasi bo'lgan Rahmon va Rahim sifatlik Alloh o'zining bandalari uchun qiyinchilikni emas, osonlikni xohlaydiganligini bildirgan edi. Buni kecha namozi vaqtlari, tahorat, cho'shqi go'shining haromligi qatorliq o'rnaklardan ko'rib olishga bo'ladi. Masala hal qilishning o'rniga masala paydo qilishni taqvolik deb qaraydigan kishilarning bu o'rnaklar ustida qayta o'ylanishi o'zlari uchun foydali bo'ladi. Bu o'rnaklardan, ya'ni formuladan foydalanib, xalqiga yangi fikr takliflarni sunmaslik, Qur'on tili bilan aytganda, ustiga bebaho kitoblar ortilgan eshaklikdan boshqa narsa emas. Vatan sirtidagi har Uyg'urning sharkiti va so'zlarining Xitoyning to'mir mushti ostida ezilayotgan har Uyg'urga bevosita yoki vositali holda vatandagi qarindoshlarimizga ijobiy yoki salbiy jihatdan ta'sir ko'rsatdi. 2017-yili Yangi yil kechasida Riyona qatliyamini elib borgan Abduqodir Mashrupovning 4 ayolidan birisining Uyg'ur bo'lishi va uning qotillikdan keyin Zaytun bo'rnidagi Mo'ljar tog' oshxonasiga kelishi butkul Uyg'urni besaramjon qilib qolmay, 57 Uyg'urning tutqun qilinishiga sabab bo'ldi. Bularning bir qismi qo'yib berilgan bo'lsa-mu, yana bir turkumi hozirgacha turmada yetyotdi. Shuningdan keyin Turkiyaning muavin bosh ministri Vaysi Kaynak hatto terrorchi Uyg'ur bo'lishi mumkin dedi. Buning ta'siri bugungacha tugagani yo'q. Har qitimliq terrorlikqa qarshi harakatda Uyg'urlarning tutqun qilinayotganligi hammamizga ma'lum. Yaqinqi bir qancha oydan buyon Amerika hukumatı Uyg'urlarning Amerikaga kelishiga qulaylik yaratishni o'ylashyapti. Uningdan boshqa Yevropa ellarimi Uyg'urlarga panohlik berish siyosatini yumshatyapti. Shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishmi Yevropa ellarida kun tartibga kelishga boshladi. Dal mushu chaqda Xitoy hukumatı Uyg'urlarning diniy e'tiqodini oshqullikqa misol qilib, dunyoga o'zini oqlashga kuchayotdi. Siz o'zingizni Uyg'ur deb qaramsiz, qaramamsiz. Bu o'zingizning ixtiyori. Lekin dunyo sizni kiyinishingiz, qilmishingiz sababli Uyg'urlikdan ayirib muomala qilmaydi. Shu sababdan halokat girdobida yashayotgan millatning har bir a'zosida dunyodagi boshqa millatlarda bo'lmagan hushyorlik, moslashishchanlik va birdaklik bo'lishi kerak. Mo'min qo'lini yilon chaqqan to'shikka ikkinchi qatim tiqmaydi. O'tmishdan saboq elish ham dinning ham aqlning taqozosi bo'lib, aqlini faol ishlatmaydigan qavmning ustiga Allohning nijosat yog'dirishi muqarrar. 2021-yili 22 aprel. Manba Uyg'ur.org'dan elindi.